O'zbekiston poytaxti Toshkent shahri sport kurashlar bo'yicha ilk bor Olimpiya va jahon chempionlari ishtirokida professional kurash oqshomiga mezbonlik qildi. O'zbekistonda birinchi marta o'tkazilyapti bu PVL. Turnirning eng hayajonli onlari bizning nigohimizda. Это большой праздник для борцов, в том числе и для меня. Zaurbek Sidakov, Razanbek Jamalov, Nao Kusaka, G'ulomjon Abdullayev, Akjol Mahmudov, Aytjan Xalmaxanov kabi ko'plab sport yulduzlari o'rtasida kechgan olovli kurashlar. Kutilmagan jarayonlar, azizlar. Televizordan hamma ko'rib turgan, qo'llab-quvvatlab turganlarga rahmat. Har doim eshitaman sizlarni. Shov-shuvli bo'lgan professional liga Toshkentda o'tkazilayotgani meni mezbon sifatida juda ham xursand qiladi. Eksklyuziv intervyular, siz ko'rmagan kadr orti jarayonlari. Sport telekanalining g'alabaga bir qadam ko'rsatuvida. 10 kiloga bormaydi, lekin 6-7 kilodan ko'p. Bo'larkan mana bizda qilsa bo'larkan mana shunaqa atmosfera. Hamma o'zbek sportsmenlariga omad. Kechki dasturlarimizda tomosha qiling. Yutqizganlarni ham tabriklayman, yutganlarni ham tabriklayman, chunki gilamga chiqish bu o'zi katta jasorat. Зал меня полюбил, зрители меня приняли как своего. Barcha g'oliblarni chin yurakdan muborakbod etamiz. G'oliblar ichida o'zbek o'g'lonlari bo'lgani bizni quvontiradi. Sport uchun maxsus